Kim bachcha? Baxtibek. Baxtibek bachcha emas-ku, ikkinchi sinfga boryapti. Bachcha. Katta bo'ldi endi. Sinfga boryapti. O'qishga boryapti. Saytayozga ketyapti. Bachchani urishasanmi? Urishmayman. Urishyapsan. Urishmadi, просто nasihat berdim-da. Urush qilmay o'ynanglar dedim. Kursiyam uch mana. Nimaga? Ko'rdingmi? He. Nima qildi? Mamaga soldi. Kimdi? Baxtibek. Solmadi-ku. Bachcha bo'lsa. U. Ha, bachcha emas deydi. Bachcha ko'p. Tushunsan. Tushunyapman. Endi katta bo'lib qoldi-ku, u tushunmayapti-da, o'ynab, opam bilan o'ynab yuribdi ekan. Yaxshi o'ynanglar dedim просто. Ye. Tipsa. Uysa. Shunchalik azoblayman. Men o'budiramanmi? Yo'q. Nimaga buni bu Baxtibekni uyda bachcha bo'lsa. Ye. Bachcha bo'lsa, bachchani uyishmasa. Urishmadim-ku. Uyishdi. Xusidayam uyishdi. Mama aka. Yo'q. Baxtim jilib joq. Uyda. Esiga baxtim. Nimani qal? Uyanib o'tirdi. Sinab to'g'ri gapga kelmaysan. Sinab imonani tepasan. Qancha tepdim. Sinibga ketgan payti. Kimadi? Tepdi. Muhammad sallallohu alayhi